Boy! İnamcanan Nadirbek birinci oruna iPhone 6 berk koydu. İkinci oruna Haladenk, üçüncü oruna avtomat berk koydu. 5 milyonluk. Sen ne koyup veresen abunaçılarımız için? İnamcanına ziyad olsa ziyad kılama, kem kılınma. İnamcanını kıldan deseniz niye işlesemez o? Ağa, ben meydeleşip oturmam, birinci oruna 10 milyonluk Haladenk'de şunuyla veremem. Niye içeride işlemiyor? Haladenk, Haladenk birinci oruna. Gepine cevap verip bilesen mi? Bu da atıldı bize de. Mumma gel. İsab, aha. İkinci oruna ne veresen? İkinci oruna. Zoruna bu nerseni bilgen biledi, bilmeyeni üzü biledi. Zoruna elektronik samakat koşup beraber. Bu akümülatörlü mü bu? Çıkma samakat. Akümülatörlü doğru zerrede bu koyda içe de verediler. Ha ya yollarda pul talep ediyordu nerse bu? Aa şu nezer? Garantiyası bilen veriledi. Biri de ofisiyelin garantiyası var. Bu neçe son talep binat edilir bunu? Pulsuz tölemediler fakat komentere şu bize rapat bisk yapıp kandaş doğalla yürüyen basar. Şu videonu gör ahırına dön. Şu nesenin beraberime ikinci orunda. Asıl like baskallarım o şey. Elbette like baskallarım. Üçüncü oradan bir nese koyup ver, lekin niye bir şey nese olsun, hakikatten hem inamcanankine şahizat olsun, kem olmasın. İnamcanamdaki iş izlemez, prostu bize mailleres oturmuşsa, şikine televizyon emez, doğru Birmingham'e 55 televizyon koyup veremez. Üçüncü orunda, iyice değil. Cevap verip bilesen mi ayttın yapın? Atıldı. Bey ülkemizden meydeleşip oturadu olsan, bunda aksiye etme. Kaytsan kaytmını, abunaçılarımızdan menfaatli olsun, arzan olsun, padar kesimle olsun. Muddette tolavam doğulap ver 12'ye. Niçe son atıp veresen kir maşını? Üçü gökten kir maşını 1 milyon düz satıp durgayında, abunaçılar 1 milyon 150 milyon böyle veremez. 7 kiloluk artel firman 2. Gepine cevap verip bilesen mi? Aytıldı atıldı. 1 milyon 150 milyon halasalar müddet tolamı çıkartıp veremez. Doğru bu nersene 1 milyon 300, 1 milyon 350, 1 milyon 400 hem satıp tuttular. Lekin 50 milyon, 100 milyon yaraşmıydı. Kaytsan kaytmını, düşüp ben yine. Bana abunaçılar 1 milyon üzerine verseler eksilerler. 950 milyon veresen. Doğru gemi de kılma abi. Veresen, abunaçılarımız için, mücazlarımız için 10 tananı koyup veresen. 950 milyondan artı 7 kiloluk üst şişekli niye bu işin formatından asılmandan çıtına baladılar. Düşündün mü? Bu oldu abi. Verip bilesen mi? Verip bilemem. Gepine cevap veresen. Aytıldı atıldı. Boy asortimenta qara bu gençten bomba ku Nadirbek Xivada inamcanan avtomat kirmaşini 6 kilolukdan zorunu 2 milyon sondan beri tuttu. Sen neçe son atıp verip bilesen? Ağa, Xivada inamcanam 2 milyondan beri to'layapman. Ben Ürgenç'ten Nadirbek şu kirmaşini 1 milyon 950 milyondan beri veremem. Abunaçılarımıza. Üken 50 milyon ne tep oturma 1 milyon 900'den veresen. Bu oldu. Abunaçılar için 1 milyon 900'den veremem. Fakat yine bizlere İlhan Muz kanalına abone olup like comment yazgan bolsalar, kandaş doğalla yörgen bolsalar 1 milyon 900 milyon. Cevap verip bilesen mi? Veremem. Neçe danası var? 10 dananı koyup veresen. Bu oldu. Halkımıza 10 tane şu nesnenin 1 milyon 900 milyondan kılıp veremem. Dastlabki ustam yazam kılıp veremem. Falazalar kredi esasında 12'ye kreditem çıkarıp veresen. Kredidem çıkarıp veremem. Abunaçılarımız, mücazlarımız 1 milyon 900 milyon. Bu o sıra kaçmıyor bu Nadirbek. 3 yıl garantiyası var. En altı model pes tokta bir şeydi. Garantiyalar bana yazıp geçip basıp veremem. Anıkmak üke. Elbette aytıldı atıldı bize. Su seli mi? Su paraşüt selamiydi. Gesere ile betersul məlumat veremiz. Abunaçılarımız, mücazlarımız 6 kiloluk invertörü var, teyne var, invertör, steam funksiyası var, 16 funksiyalı, Haysan Sprint, ülke bu dünyadan idi, zavut da vermeydi, bu kadar. 1 milyon 900 milyondan abunaçılar verip Verip bilesen mi? Verip bilemem. Gepine cevap veresen mi? Gepimize cevap veremiz. Kurumuna mı ya, mesela açıp veresen mi? Bundan başka bir dönemde 50'den 100'den artık firmalarımız var. Chain, LG ismi, Samsung ismi, Artel ismi, hemen brendten var. En esaslısı Luboy Toşken görüp gelediler. Şu görüp gelen model normali çalıştırıp gelediler. Şundan 300 milyon arzan veremem. Yanında bonusuna koşup veremem. Dastlabki ustonun kesene kılıp veremem. Gepine cevap veresen. Gepime cevap veremem, aytıldı atıldı. Her bir ayalını elbette arzusu zor kuhniye ateş. Kuhniye ne gerek? Ornatma gaz, duhovkele, mikronovkele, şikanesi mazzalara gerek. Ülkeden Nadirbek'te var. Nadirbek ülke zor aksiyela bu tutmanın içkileri var. Bizden bir tane duhovke, bir tane gazdan xarid kıladılar. Acayip bundan bir tane dimoqda şunuyla veremem, abunaçılarla. Verip bilesen mi? Aytıldı. Abunaçılarımız gazını duhovkesini alsan dimokotunu beremende tutsan. Prosto oyundan verecek misin? 500 milyon. En acayip bundan sifatlesinden, garantiyası 3 ilisinden zorundan veremem. Seylap aladılar. Üzeri çıtına baladılar. İsab. Üstüne mindir koysan kupulun ülke doğru mu? Luboy Toşken görüp çalıştırıp geldiler. Yazılgan bakalarını geliştirip arzan bakada veremem. Ondan taşkarı yankı gidişçesen koşup veremem. Bir gene külüs nerse bize abone olup karındaş doğallar elbette videonu yakılmış. Bir abone için köpeş koyperdin ku, bebe koyulgan ku asmanla apperesen mi dimokotunu? Doğrusunu ayta ver. Yok. Luboy yerine çalıştırıp gelseler arzan bakada gelişkenle gibi bir tane gidişe koşup veremem. Üstünden sodalaşıp aladılar. Hem de arzan atıp aladılar. Bir dimokotunu beresen doğru mu? Şunuyla ben veremem. Onu neyde apperesen sen? Asmanla apperesen pul koysan ku doğrusunu ayta ver. Bize de prosto zavod tarafından gelişen yakaladı şunu aksiya koyup verdi. Şu vaktinde bize halkımıza şunuyla verem şu aksiyonu. Doğrusu mu? Elbette. Xudo xolasa obunachilarimiz Goodwill, Hofen brendi, Ferry brendi, hamma brend, postdom o'yinchilarimiz o'g'illari bor ekan bu yerda. Bularni ham kreditga berasanmi? Elbette. Halollasana. Halanda 3 aydan 6 aydan özünün pulunu bölüp turaylar. 5%, doğru mu? Özünün pulunu. Hisob.
yana bana. O'zbekistonda bo'lgan aksiyani men xalqimizga qo'yib beraman. Ber o'lmaysan. 1,5 milliondan qo'yib beraman. O'zbekistonda tursan Nodirbek, ber o'lmaysan. 1,5 milliondan ber beraman. Burunliqinimi? Burunliqini. Obunachilarimiz burunliq 1,5 million. Internetga chiqadigan samat Internetga beradi. chiqadiganini hamma 2,5 million sotib turganda 2 million 200 qilib beraman obunachilarimizga. Uka meydalashib o'tirma. Qaytsan qaytmani plus yandan podarkasini ham ber. 2 million o'zini bersalar bir dona krashini ham qo'shib beraman. 1 million 990 ming so'mdan berasan. Bo'ldi. İnternetga chiqadiganni tuzib ham taqlab ham berasan. Internetlarni rossiysk kanallarni tushirib ham berasan. Hammasini shu yerda krash ketib beraman. 1 million 990 ming so'mdan berib beraman. Burunliqini endi ulraqidan zala danalar ham göstib buni zo'rindan göstür. Zo'rini gösterib olsam, meydan bo'lamiz, kattasini gösteramiz. 55 ekran bo'ladi, bir ukur. 4 milliondan berib beraman obunachilarimizga. Uka 4 million 400, 4 million 200, 4 million satib olib turam. Meydalashib o'tirma. Qaytsan qaytmani 3,5 million so'mdan berib berasan. Bo'ldi, 3,5 milliondan krashini qo'shib taqlab beraman. Bo'ldi deding, javob berib berasanmi o'zi? Albatta, aytildi. Necha so'm berasan shu televizorni bilgaysizlar? İlham Muz kanalından like basıp, komentariy yazıp, kanala abone bo'lgan bo'lsalar 3,5 milliondan berasan. Bo'ldi. Nechadan qo'yasan? 10 dan qo'yib beraman. Qo'yib berasanmi? Albatta. Endi qara, bu Android bu internetga chiqadi, to'g'rimi? Yangi maqtab duran tizoranga mayt. 140ligidan chitna basırlar va farqini ham tushuntirib ber. Bunda zo'ri bor. CC LG bilan bir xil. Agar LG dan farqini topib beradigan bo'lsa, shuninglar bir televizorda xalqimizga berib beraman. Mut berasam, obunachilarimizga. Obunachilarimiz albatta. Hamida 5,5 millionda sotib turganda men obunachilarga 4,5 millionda qilib beraman shuni. Bas bilasanmi axir? O'zbekistonda yo'q-da tursan. O'zbekistonda yo'q bahodan beraman. CC original LG bilan bir xil narsa. Putlari, protsessori hammasi LG. Hammasi bir xil. CC LG ni o'zi Indoneziya zubor ketadi. Indoneziyadan keladi. Indoneziya zubor keladi. Asa qaytmani. Tushib ber yana. 4,5 million bersalar krashini qo'shib beraman. Meydalashib o'tirma. Nodirbek İlham Muz kanalidan geldim. Podpiska bastım, like bastım deseler 4 milyondan berib berasan. Bo'ldi, berdim xalqimizga. Necha dana berasan? 15 dana qo'yib beraman. 20 dana berasan. Bo'ldi, 20 dana. Obunachilarimiz protsessori LG ekan, вообще O'zbekistonda yo'q narsalarni qo'yib berdi Nodirbek. Aga undan tashqari hali mazalasi borda, gelinglar. Aha. Sezona geldi, konditsionermi? Aha. O'zbekistonda yo'q dedingmi? Gapingga javob berdan, zo'r etib ber. Bo'ldi, aga o'zingiz ham meni ko'ribsiz, bilibsiz, narx-navosi hammasini bilasiz. Aha. Eng oxirgi modellardan konservimiz inverter manicha bo'ladi. O'zingiz ayting, ichida ko'rinchi so'ma ko'ribsiz bu. Endi inverterlasini qishdan ishidon, yozdan ishidon, hamda 4,5 eng arzonidan 4 millionga topib bilaman. Gapimga javob beraman va neden topishimni aytib bilaman. Men shuni siz ko'rgan 4 milliondan ham arzon bersam, mendan olgan bo'larmidingiz? 3,5 milliondan 3 konservdan 15 dana qo'yib beraman xalqimiz uchun. 3,5 milliondan dastlabki ustomchani qildirib beraman. Javob berib bilasanmi? Albatta. Tenlasini necha so'm aytib berasan? Qishda ishidonni. Qishda ishidonni bundan zo'rini 4,5 million tarafından bol tuttu. Tushib berasan uni. Bundan abortib. Dastavkasi, ustonovkasi bilan obunachilarimiz sizlar uchun olib borib o'rnatib beraman deb turdi, to'g'rimi Nodirbek? Albatta, aytildi. Hammasini qilib beraman. Haqiqatan lekin dumamay tursan, gapingga javob berasan. Nodirbekni tutganlar esa ekranda nomerlari bor obunachilarimiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, mijozlarimiz. Bugun Xudo xolasa Urganchdamiz. Urganchda O'zbekistonda yo'q narxlarda gashtirib beraman deb turibdi. Nodirbekning do'koniga keldik. Ilhom Texnomarketning Quruq filialini adresini tushuntirib o'taman. Xiva ko'pirdan tushaverishda Quruqda avval bu yerda Didor to'yxonasi bor edi. Shu nomida qurilgan Sohilbo'yi uy domidan teyinda boni Ko'na Shavot yo'li import optimaga yetaverish, boni Mashalaga yetaverish, boni Ray Center bozoriga yetaverish. Xudo xolasa videolarimizdan like bosib qo'yinglar. Videomiz boshida sababi bugun Nodirbek portlataman deb turibdi. Like show, kommentariy show va biro'ralar yurgan orqali randomda qatnashamiz. Assalomu alaykum Nodirbek. Bugun Xudo xolasa videomiz zo'r bo'lsin, kamida 50 ming prosmotr olsin. Shunga loyiq obunachilarimizga podaka qo'yib berasan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa zo'r aksiyalar taqdim beramiz. Ajoyib podakalar ham sizlar ulashamiz bugun Xudo xolasa. Zo'r bo'ladimi Nodirbek? Hali bunaqasi bo'lmagan deb chiqsam bo'ladimi? 100% bo'ladi. Yetik. Xudo xolasa videomizni ko'ring, obunachilarimiz har safargidek endi kommentariya podaka qo'yib beramiz. Sababi videomizni ko'proq odam ko'rishi, xalqimiz ham manfaatli bo'lishi, albatta yaxshi aksiyalardan foydalanib qolishlaringiz. Bugun Nodirbek portlataman deb turibdi. Xudo xolasa keling Nodirbek. Bilasizlar, biz Inomjon bilan video ishladik va kommentariy showni kalit so'zlar orqali aniqladik. Siz ham shuni berasiz. Birinchi o'ringa nima qo'yib berasiz Nodirbek, lekin Inomjon ham chatlatib qo'ydi. Birinchi o'ringa iPhone 16 qo'yib qo'ydi. Ikkinchi o'ringa 5 million qo'ydik, uchinchi o'ringa 5 million kichir mashina qo'yib qo'ydi. Siz nima o'ylayapsiz berasiz? Inomjonimga hech siz emas, Inomjonni ziyod qilib beraman. Inomjonim 10 millionlik holatda shuninglar birinchi o'rinda beraman. Birinchi. Faqat videomizga like bosib turib, xolodinkni bo'lsalar bo'ladi, to'g'rimi? Albatta shans kam, bir dana xolodinkni 10 ming, 20 ming odam ichida o'tish qiyin, lekin omadingiz sinab ko'ring. Birinchi o'ringa beraman deb. Ikkinchi o'ringa nima berasiz Nodirbek? Ikkinchi o'ringa zo'rini elektrik samokat. Voy boy, obunachilarimiz elektrik samokat. Shuninglar bepul berasizmi axir?
Videomuzni görmezsen bunu like basıp koyinglar, kommentariyasini kalit so'zni aytamiz. Nadirbek video davomida bu nechik bo'ladi? O'sha 5 dona so'z aytamiz. Videoning boshida, o'rtasida va oxirida 5 so'zni kommentariyada qoldirasiz. Random orqali shu 5 so'zni yozgan, like bosgan, videomizni qarindoshlariga yuborgan obunachimizga shu sovg'alarni random aniqlab beradi va keyingi videoda topshirasiz. Tushunarlimi? Javob berasizmi? Albatta. 3-o'rnan bir mazalisidan bir padaga qo'yib bering. 3 odam o'tsin, hazatsin, xalqimiz, Xorazmlilar, Qoraqalpog'istonlar bir hazatsin, pada keladi. İnamcanımı yiyişizde de aytdim ki Ava. Ağzım medyalashib o'tiraman. Doğru 55 vizyonda shuni iloga beraman 3-o'rin. Inamjon, videoni ko'rib turibsiz? Nadirbek hazillashmang. Berib bilasizmi? Bilaman. Hisob obunachilarimiz prosta videomizni like bosing, kommentariyada yozib qoldiring. Kalit so'zdan albatta videomizni oxiridan ko'ring. Sababi videomiz davomida 5 dona kalit so'z qoldiramiz. Qo'shimcha savollar uchun ekranda nomerlarimiz bor, Nadirbek nomeri bor. Hozir qaytib turgan gaplaringizga 100% javob berasiz. Ya'ni O'zbekistonda yo'q bahada aksiya qilib beraman debsiz. Video davomida ko'rib, yo'q bo'lsa bo'ladi. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yetib boshlang. Bir yandan ko'rsatasiz. Videomizni o'zimiz bez montajlikamiz. Hammasini atildi bo'ladi lekin. Nadirbek, bo'ladimi? Boshlang. Gaspediyadan boshlaymiz abi. Aha. Lekin bir dana qoldi, bir dana aksiya aytaman, ham bo'sha kuringlar bo'lmasin. Bo'lsin, hammaga bo'lsin. Voy boy, inasortiment. Baholar necha so'm o'rnatmalar? Nadirbek? 1 milliondan boshlaydi. 1 million so'm o'rnatma gazlar. 1 million so'mdan boshlaydi 4 ko'zli gazlarimiz. 400 da. Modellarga qarab, brendina qarab albatta. Baholar ko'tarilib boraveradi. 5-3 millionlik baram bor. Yasalab betarsin ma'lumot beraman. Bundan tashqari duxovkalar. Gazlar, duxovka, postdomokalar bo'lgan. Voy bu har bir ayolning orzusi albatta zo'r kuxnida o'rnatma gazi, duxovkasi, mikronovkasi chiroyli bo'lib tursa ishlatib, hazat pishirdilar to'g'rimi? Postdomokadan birini qo'yib berasizlar endi obunachilarimiz. Hozirgi kunda texnikalar qimmat emas, aksiya aytib beraman deb Nadirbek. Nadirbek hali bo'lmagan aksiyadan birini qo'yib bering shu o'rnatma gazlari. Bizda ham bir dona duxovka, bir dona gazini oladilar. Zo'ridan bir dona demoqda shuni ilova beraman obunachilarga. O'ynatmang Nadirbek. O'yin gap yo'q. O'srakindan bermaysizlarga. Yo'q, ajoyib bundan beri. Zo'rindan bizda chiqdan bo'ladilar. Kamida 1,5 million bo'lsa. Kamida 1,5-2 million so'mlik demoqotini shunday ilova beraman dedilar. Bir gazning duxovkasini asos. Xivoda Ilhom savdo markazida gaz, duxovka, mikronovka va demoqotini asos 5-predmetini mut berib turadi. Nodirbek 2ni asos 3-ni aytib beraman deb tutdi. Xudo xohlasa assortiment ko'p, o'rnatma gaz ajak bo'lsangiz, bemalol Nodirbekga aloqa chiqaverasizlar. Arzon aytib berasizmi, Nodirbek? Endi bir savoldan, shu podarkalarni osmondan olib berasizlarmi? Puli mindirilgan-ku, to'g'risini aytavering, hamma ko'rib turibdi. Hammadan arzon bahada beraman, ko'rib solishib kelsalar, eng asosiy oxirida bir dona bitcha shunga beraman. Nima uchun qo'shib berasiz? Bu ustidan mindirilgan-ku. Yo'q, bu prosta zavod tarafdan kelishi faqat zavod bizga aksiyani beradi. Biz shu aksiyani xalqimizga ulashamiz. Bo'lgani. O'ya park qo'yarsa bo'lmaymi? Ya sotib bersin. Prosta xalq aksiyasi foydadan kechib xalqimizga o'ylaymiz. Berasiz. Beramiz. Cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan miqdorda. Hammaga berasiz. O'rnatma gazlar, duxovkalar bor, bunachilarimiz. Yana navlarimiz bor. Bir yandan go'sting emas. Xolodilniklar ham bor. Вообще assortiment yo'q. O'rnatma gazlar, duxovkalar. 90lik bor bu. Вообще mazza narsa ku bo'y, Nodirbek. Eng oxirgi modellardan bizda. Aytganing halol nasiya, Nodirbek. Aldan to'lovsiz, qo'shimcha foiz to'malasiz, penyalasiz. Halol nasiyani tushuntirib bering qisqacha. Halol nasiya nechik bo'ladi? Birgina pasport bilan keladilar, xolos plastik bilan, xolos pasport bilan kelsalar, o'zining pulini, ustidan pul mindirilmagan holatda bonuslari bilan bo'lib bu halol nasiya, to'g'rimi? Aldan to'lamaysizlar, obunachilarimiz ko'p odam kreditni, rasulchkani, halol nasiyani, prissini bir-biri bilan adashtiradi, Nodirbek. Bu narsa halol nasiya, obunachilarimiz halol deganda bir summa kelishiladi, shuni 3 oymi, 6 oy kelishgan holda bo'lib olinadi, to'g'rimi? Aldan to'lovsiz, boshida 1% uslugi bor dedi. Sizning ma'lumotlaringiz davlat ro'yxatidan tortib olish uchun qolgani 5%, to'g'rimi? Birgina pasport bilan 3 oy, pasport plastikingiz bo'lsa 6 oydan 5% xolagan texnikami? Albatta, xolagan texnikasi o'zining pulini bo'lib qo'ysa bo'ladi. Esa pasport o'zidan necha million limit berasiz? 5 million, 10 million, 20 million, 30 million, 15-20 milliondan beriladi. Pasport o'zidan. Ha, bir odamga bir pasportdan 20 milliondan limit berasiz. Agarda plastik ham bo'lsa-na, plastik bo'ladiğimizda 50 milliondan daşı limit beriladi. 50 milliondan xarid qilib, o'zining pulini eldan bir so'm to'lamay 6 oy bo'lib qo'yasizlar. Rasmiy ish joyini ega bo'lmayin, plastikni abortat qilib turgan tadbirkorlar bor, xolodilnik magazin kajaklar, bular ham berasizmi? Albatta beriladi. Pensionerlar? Pensiyalar ham beriladi. Plastikni pul oynab turgan bo'lsa, bo'ldi, to'g'ri yasalar. Bo'ldi. Pasporti plastikka bo'lsa bo'ldi. To'g'rimi? Albatta. Obunachilarimiz 18 yoshdan o'tgan bo'lsa bo'ldi, Nodirbek telefonlarni ham berib beraman dedi. Telefonlar arzonmi? Skitchda turibdi, 1,5 milliondan. Nechada yo'q bu haqida? 1,5 milliondan o'zining pulini 250 ming so'mdan 6 oy bersalar bo'ladi, bo'lib. 250 ming so'm? 250 ming so'mdan. Eldan bir tiyin bermaydi.
Pul minmi axir? Umumiy. Obunachilarimiz telefon xorigan bo'lsa, Nodirbek aka kelasizlar, Urganchga telefon, iPhone, Samsung, Redmi, Tecno, hamma telefonni berasizmi yoki Tecno'ni? Yo'q, hamma telefon xohlagan model tanlaydilar, o'zini pulini eldan bir tiyin bermay bo'lib pul beradi. 5% haqida, to'g'rimi? Albatta. Obunachilarimiz narx bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, ekranda Nodirbek nomeri bor, jang atasizlar, to'liq ma'lumot beradilar. Telefon, notebooklar ham bor ekan, notebooklar ham shu tartibda, to'g'rimi? Notebooklar ham shu tartibda o'zini pulini bo'lib to'lasalar bo'laveradi. Xohlagan model topiladimi? Masalan, programmistlar uchun bor, arxitektorlar uchun hamma topiladimi? Hamma topiladi. Mana bular 691 ming so'm deydi. Voy, 691 ming so'm. Obunachilarimiz bu naqd bahodan arzon etib berasizmi? Solishtirib chiqnab oladilar. To'g'ri, gelsinlar ben skitchada bahada beraman, xudo xolasa. Obunachilarimiz вообще assortiment ko'p. Goodwill ayniqsa original brendlarni eng arzon baholarda beraman deb va'da berib turibdi Nodirbek. Nodirbekning tutkalar orasida bu yerda Nazarbekning yordamchilari bor, arzon bahoda beradilar. Gaz filtrlar necha so'm o'rtacha bahosi? Pasi eng qimmati. 2,5 milliondan boshlaydi. Normalnisi 2,5-3 million, arzoni 1,5 million. Albatta sifatına qarab, brendina qarab narx o'zgaradi. Eng arzon baholarda gashitib berasiz. Gashitib berib bilasizmi? Albatta aytilib turibdi, shu ishni qilamiz, xudo xolasa. Xivada Inomjonangiz ideal gaz filtrlarini Dimoxotini qo'shib berib turibdi. Sababi zavod berib turibmish. Bor gapmi, yo'q gapmi? To'g'risini ayting. Bor gap. Haqiqatan. Ya Inomjonan uxlatib qo'ydi. Yo'q, bu ishni o'tiradi. Xalqni o'ylab qaradi, shu zavod tarafdan berildi shu aksiya, biz shu xalqimizni birlashtiramiz. Bu. Shuninglar pul mindirilmaydi, to'g'rimi? Mindirilmaydi. Kelajagida ya'ni bir dona vitchasini shuninglar beramiz. O'zini Ideal gaz filtrsini oladi. ideal vitchasi. Ideal Dimoxot. Ferre gaz filtrsini oladi. Feresidan qo'shib beramiz. Buni bu zavod beradi, to'g'rimi? Albatta. Uni olib qolib diniy satsa bo'lmaymi? Shunda u ishni qilamiz, prosta xalqni o'ylaymiz. Foydadan geçip şu zarar gelsa ham bizlar ham foydasi kerak deb xalqni o'ylab turibmiz. Obunachilarimiz bir Dimoxotlaringiz normalnisi arzon, to'g'ri 500 ming 1 million bor, lekin zo'ri 1 million 1,5 million, to'g'rimi Nodirbek? Shuni zavod berib turibmi axir? Bonusa bizga pul to'lamaysizlar bunga. Umuman bir tiyin bermaydilar. Shuni shuninglar berib turibmiz. Obunachilarimiz bu narsadan foydalanganlar, sababi bu hamisha bo'lavermaydi. Yilni boshida bir aksiya etib oladilar, to'g'rimi Nodirbek? Bu yerda mikronovkalar assortimenti bor. Mikronovkalarni boshqa oxirini aytib ko'ring. Hammasini aytib o'tishga vaqtimiz yo'q. 1,5 million davom etadi. Bular ham halol nasiya etib berasiz. Albatta. Agarda halol nasiya 6 oy, 3 oy to'lalimman, 12 oy, 24 oy, 36 oylik muddatlaringiz bormi? Albatta. Kreditatsiyada bo'lib to'lasa bo'laveradi. Pasport plastik. Pasport plastik kerak bo'ladi, boshqa narsa kerak. Obunachilarimiz zo'r imkoniyat, assortiment vosh ko'p, xolodilniklar ham zo'r assortimenti bor. Hozir keyingi kanallarda ko'rsatamiz. Bu videomizning oxiridan keyin birinchi kalit so'zni ayting Nodirbek. Birinchi kalit so'zi Urganch. Urganch. Ikkinchi nima ayting, videomiz 9 minut bo'ldi. Urganch Ilhom. Obunachilarimiz o'sha 500 ni bilasizlar, kommentariyada yozib qoldirasizlar, videomizga like bosasizlar, videomizni og'aynilarga yuborib qo'yasizlar. Eng arzon baholarda Nodirbekdan olsangizlar bo'ladi. Kir mashinalarining necha so'm bo'lib turibdi? O'rtacha bahosi, eng arzoni qimmati. O'rtacha. O'rtachasi 2,5 milliondan davom etadi. Avtomat kir mashina. Hammada berib turibdi. Inomjon 2 milliondan berib turibdi Nodirbek. Aslida Inomjonim 2 milliondan bergan yerda men Nodirbek Urganchda shuninglar xalqimiz o'ylab qarata 1 million 950 ming so'mdan beraman. 900 ver, 900. Bo'ldi, ketdi. 1 million 900 obunachilarimiz. Bu yo'q bahami ya, bu 1 million 900 ga kir mashina beram. Nodirbek pul avtomatlaring 1,5-2 million so'mdan. Beramiz, shu ishni qilamiz. 1 million 900 ming so'mdan inverter motorli 6 kilo olgan shuninglar obunachilar beradi. Bir dana emasmi? 20 dana qo'yib beramiz. Xalqni o'ylab qarata. Bu axir pul avtomatdan ham arzon bo'lib turibdi, Nodirbek. Bu sizlar ham muddat tutmayapti bu. Yo'q, uning nima? Просто zavod tarafdan kelgan, sizga bahada shu zavod tarafdan kelib, to'g'ri xalqimizga berdim. Bu aksiya, challenge, ya'ni hamma zavodlar o'zining firmasini, brendini tanish uchun arzon beradi. To'g'rimi Nodirbek? Shu narsani sizlarga qimmat sotmagan holda Ilhom Texnomarket arzon beradi, to'g'rimi? Faqat Hisense'danmi yo boshqa brendlardanmi? Bu anda LG'ning katta assortimenti bor chunki. Uf. LG'lik mashinalar bor ekan, obunachilarimiz LG'ning vosh shikarniy modellari bor ekan. Baholarini luboy yerdan necha so'm arzon etib berib bilasiz. Luboy toshkadan keladilar, ko'rib kelsalar 300 ming so'm, kam 300 ming so'm arzon beraman. Ham qadar kelsa ham beraman. Dastlab kam, ustun kam qildirib beraman. Hisob. Esa yana bir yeri bor. Naqda ko'p odam hozir Aliyubga vaqti, hamma ishga ketib turibdi. Kredit ham berasan shu bahoga. Bo'ldi. Halol narsa ham berasan. Halol narsa ham beraman. Hisob. Bir pul avtomat ham qo'ya olay. Pul avtomat ancha so'm o'zi boshlanish bahosi? To'g'risi 1,5 milliondan boshlaydi, 2 milliondan bor. Yaxshisi 2,5 million so'm. Albatta klassini qarab, sifatini qarab narx o'zgaradi. Garantiyani ham bir tushuntirib bering. Ufshi texnikalar haqida, ufshi. Ufshi texnika haqida men aytadigan bo'lsam, hammasini 3 yil garantiyasi bor, motorning 10 yil garantiyasi bor, dastlabki ham boshqa qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab bepul. O'zbekiston bo'ylab bepul. Magnit. Magnit 400 kakao bo'lsa, hamma Toshkent. Hamma bepul. Xorazm. Obunachilarimiz ekranda Nodirbekning nomerlari bor. Aytganing Nodirbek onlayn xizmat bormi xarid qilish? Ol paysa nomer qo'yganman, marketing onlayn xizmatlari ham bor. Dastlabki qilib beraman. Ha, dastlabkida pulni berib bersalar ham bo'ladi. Ya bo'lmasa ClickPay ilova orqali bizning do'konimizda to'lab olsangizlar ham bo'ladi ekan. Yangilik.
elektronniy to'lasangiz onlayn dastlabki yetib beradi. Dastlabki ustamcha bepul. Bepul. Pul avtomatlarni necha so'm atib, necha inchiklarni qo'yib beramiz. Arzonmi o'zi bular hozir? Skitga duribdi. Sezon o'tdi, buni arzon bermini saqlab o'tirma. Bo'ldi. Xalqni o'ylaymiz, yana Artel firmalariga 7 kilo, 1 million 100, 1,5 million sotib turganda obunachilar 1 million 150 ming so'mdan beraman. Sal tushaver, uka, sal tushaver. 1 million 150 ming so'm. 1 million 170 bersalar ana. 1 milliondan berasan. Bo'ldi. İlhamuz kanalına abone bulup, like baskan olsalar, padarkasını ham berasan. Bo'ldi, ber. Fakat 7 kilo algama, yani 8-9 hammasini ham. 8 dan beraman. Oh 8 inox nijavik ekan abunachilarimiz hammasini ustidan arzonlatib beradi. Nadirbek aka kelaverasizlar. Vadaran go'yachillar bo'lgan. Bunda kulyalar assortimenti bor. Kulyalar necha so'mdan boshlanadi Nadirbek? O'rtacha 900 ming so'm 1 milliondan boshlaydi, 1,5-2 milliondan davom etadi. O qimmat narsa emas ekan. Har bir ofisda xonadona bir kulyer kerak. Bundan keyin agarda olaman desangizlar, yana Nadirbek onlayn chiqsangiz ham bo'ladi. Dastavka etib beradilar. Xudo xolasa bunda televizorlar bo'limi, bunda plisoslar, voshshi katta assortimentdan dibbini peshlancha so'm. Mini beşte 800 ming so'm, 700 ming so'm, eng azından 450-500 ming so'mdan davom etadi. İnamcadan 400 ming so'mdan berib turibdi uka shu narsani. Arzon. Shu inamcamdan sal o'zim o'zgarishim emas, sababi vaqt inamcam ham berdim men Nadirbek. Urganchda Nadirbek deb kelsalar 350 ming so'mdan beraman. Berib bilasanmi? Yo'q, berdim shuni. Bu prinov prinsip ya bu. Shu prosta inamcamdan o'zgarish bu. Bo'ldi, hisob. Plisoslarning necha so'm plisoslarning? 550-600 ming so'mdan boshlaydi arzon. Arzon ha? Yo'q, men arzonni tavsiya etaman. Mana bularchilarimizga yaxshisi necha so'm? Ham Zo'r. Ajoyib bu 1,5 million mazalisini 2 ming obro'tdan oladi. bu chalaklar bor, xaltalar bor, chashkalar bor bularchilarimiz. Mo'sh plisoslar ham bor. Mo'sh plisosni 500 ming so'mdan berib turibdi inamchilar kuyada. Qalanlasa 6 oy, 5%. 450 dan berasan? 400 dan beraman. İsa, abunachilarimiz 6 oy 5% Nadirbek 400 ming so'mdan to'lab etib beraman deb turibdi. Mo'sh plisosi. Hamma plisosa 10% skidga etib beradi. İlhamuz kanalından görüp geldim deseyizler. Televizorlardan bir kıskaça ma'lumot berali. Videomuzni hamma gösterilmez. Obunachilarimiz sababi 3 saat 4 saatlik videoni hech kim görmedi. Shuning uchun kıskaça hadoy modellardan gösteribmiz. Lekin savollaringiz bo'lsa, razmerlaringiz kerak bo'lsa, savollaringiz bo'lsa Nadirbek deb ekranda nomer bor, chiqaverasizlar. Eng arzon baholarda kelishtirib beraman deb turadi. Kelishtirib bermasa, mujik emasman dedi. Hisobmi? Aytildi atadi. Hisob. Shu narsadan beraman. O'rtacha burunliqlar necha so'm? Birovliklariga 2 milliondan boshlaydi. Eng arzonlari 1,5 milliondan boshlaydi. Yaxshiraqlari 2,5 milliondan. 1,5 million so'mdan burunliqi internetga chiqadi, ularni aytaver bizga internetda. Zo'rini 2 million 200 ming so'mdan qilib beraman buni. 2 milliondan berasan. 1 million 990 ming so'mdan berasan, Crashtendan berasan shuni aytganing. Xalqimizda. Bo'ldi, hisob. 80 televizorlarni so'm. 80liklarimiz 950 1 milliondan boshlaydi. Yaxshiraqlari 1,5 1 million. Internetga chiqadi uni 1 million 300 1,5 modelga qarab. Garantiyasi bormi? Albatta 5 yil garantiyasi ekranni o'zini, servisini 3 yil. Ulu modellardan bir göster. Ulu modellaring bormi? Yana zo'r Monix firmaniga obunachilarimizga 4 milliondan beraman. 55 ekran. 3,5 dan berasan. Bo'ldi, yaxshilama. Javob berib bilasanmi? Ertaga o'rtadan janjal bo'lib ketmasin. Berasanmi? Berib bilaman. Bo'ldi. Obunachilar uchun yana 3,5 milliondan 55 ekran beraman. 55 bu 40lik bu obunachilarimiz. Bu Android ben Nadirbek. Android sistemida. İnternetga chiqadi, multifilm, kino, Netflixga kirib, YouTube'da kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Qara, Androiddan keyin Webus degan narsa chiqqan. O'sha narsani ham skidga qo'yib ber. 140lik, 165lik, 2 metrlik televizorlaring bormi o'zi? 2, 3 metrlik ham bo'lgan. 85 har kunisidan. Assortiment ko'p, hammasini arzon aytib berasan. Lubu yer bilan sarflab kelasiz. Obunachilarimiz 140ni Yamaha televizorni qaysadi u? Eng zo'ri. Aha. Modeli. Necha so'm bu? Milliondan beraman. LG bilan umuman farqi, LG dan farqini to'g'ridan bo'lsa, shuninglar 110ni beraman obunachilarimizga. Necha qimmat bu? Просто так bu Webus sistemida ishlaydi, umuman qatmaydi, pulni голосовой mishka yuzidan bo'ladi. LG necha ishasa, bu shu sistemada ishlaydi. Qisqacha tushuntirib ber, pultini ko'rsat. Nega chiqqan bu narsa? Garantiyasi bormi? Bu narsa Indoneziya zuborkalarida eng oxirgi model bo'ladi. Pultunda голосовой mishka, даже puldan LG'ni o'zi. Ha. Made in Indoneziya LG. Bunda sen mishka chiqadi bunda ekranda. Zo'r narsa obunachilarimiz. Bu Webus texnologiyasi Androiddan keyingi versiya bu, to'g'rimi Nadirbek? Webus zo'r. Sen bunda deb o'tirma, meydalashib o'tirma obunachilarimiz uchun, mijozlarimiz uchun 4,5 million so'mdan necha so'm qaytib bilasan? Shu videoni ko'rib kelsalar, yana 100 ming so'm skidga qilib beraman. Padarga. Ucha meydalashib o'tirma, O'zbekistonda yo'q baho beraman deding, Inomjonamdan zo'r bahoda aytib beraman deding. 4 million so'mdan berasan, Crashten ham berasan. Bo'ldi, berdim. Xalq o'yladi. Nechadan berasan? 1-2 dan bersang, o'siraq yuringni aytma. Qo'ysang bir normal obyemat qo'yib ber. 10 danasini qilib beraman. 20 danani qo'yib berasan. Obunachilarimiz shoshilamiz, televizorlarni Nadirbekni tutib kelaverasizlar. Yakasidan tutasizlar, chakalaysizlar shu bolani, bermasa shappa turib ketaverasizlar. Tushundingmi? Hisob.
Bu anda tezorlar, katta tezorlar ham baholari kerak bo'lsa, ekranda nomerlar bor, jang ataverasizlar. Konditsionerdan bir bahasini aytaylik, keyin xolodilnikdan ko'rsatmasak, xolodilnikni sezoni keldi Nodirbek. O'zbekistonda yo'q bahada berasan, gapingga javob berasan, kalit so'zni 3-chisini aytasan. Texno. Urganch, Ilhom, Texno. 4-so'zni ham aytib bering. Market. Urganch, Ilhom Texno Market. 5-so'z qoldi. Obunachilarimiz 5 so'zni topasizlar, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Videomizga like bosasizlar. Sababi random birinchi like bosgandan ikkinchi kommentariyadan, uchinchi ulashgan insonlardan va to'rtinchi bizning Telegram, Instagram sahifalarimiz bor, pastda opsiyada qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Video narsangiz ham sizga ta'sir etadi va randomda yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Sababi Nodirbek qimmat podargani qo'yib turibdi. Xudo xolasa keyingi videoda random orqali aniqlab niklarini aytamiz. O'tgan safar qilyapti, utgan odamlarga shuninglar berasan. Tushundingmi Nodirbek? Xudo xolasa konditsionerlardan va xolodilniklarimiz qoldi. O'rtacha baholanadi, qimmat baholanadi, eng past baholanadi va farqini qisqacha tushuntirib ber. 12'liklerimiz 3,5 milyondan 4 milyon tarafında tuttu. 9'lıklarımız 3 milyondan tuttu. 13. En altı. 3 milyon so'm. 3 milyon so'm. Bu necha kvadrati? 10-15 kvadrata bo'ladimi? 15-20 kvadratın kolojisi. 12'liklar necha kvadrata bo'ladi? 12'liklerimiz 35-40 kvadratın zakonim bo'ladi. 12'liklerimiz 50-60 kvadrat. 50-60. 24, 48 idar. 80, 90, 100 kvadratın. Kolonniklar ham bor, obunachilarimiz. Qara Nodirbek, buni inverter bo'lsin, pastokda ishlasin, qishini yozin bezatkaz ishlasin, garantiyasi motorni 10 yil bo'lsin, 3 yil servisi bo'lsin, to'qinma yemasin, tok yo'qoqdan ishlasin. Shuning konditsionering bormi? Bor albatta. Bormi shuning, ay? Bor, eng zo'r mazalisini obunachilarimizga 4 milliondan qilib beraman, 12'lik bo'ldi. Siz aytgan hamma funksiyasi bo'yicha konditsioner. Endi to'g'ri, men bozorda ko'ribman 4 milliondan konditsioner bor o'sha, lekin duvuni full bo'lmasam 4 million 12'lik bor. O'sirab kuring aytma. Aytsang bir ayt, shuning zo'r baho bo'lsin. Hali bo'lmagan baho bo'lsin. Necha so'm aytib berasan? Qayt yana 200 ni. Bo'ldi 3 million 800 dan beraman. Alni tasha bana. Alni tasha. Obunachilarimiz uchun Ilhom Uz kanalidan keldim desalar, shu narsani 3,5 milliondan berasan. Nima bo'ldi yaxshi? Necha ko'p berasan? 15 tane ko'p beraman. Obunachilarimiz ko'r bo'ldi yaxshi deb tutdi bola, galasdan so'raysizlar bo'ldi yaxshi deb berib beradi o'xshaydi. Bu 3,5 milliondan berib bilasanmi? Berdi. 100%. Obunachilarimiz inverteri bor, Toshiba kompressor qo'yilgan, 32 million, 3,5 million dedingmi? Berib bilasanmi? Obunachilarimiz 3,5 million so'mdan beradi. Xudo xolasa aytganing kreditga chiqarib berasanmi? Albatta. Birgina pasport bilan kelsalar, xalosalar muddat to'lovasida 3 oy, 6 oy bo'lib turaveradi. 1 yilga chiqarib berasan, rassrochga chiqarib berasan. Aytgan obunachilarimiz sizda alif nasiya, uzun nasiya, paymi nasiyada limitlaringiz bo'lsa, Nodirbek yana kelasizlar. To'g'rimi Nodirbek? Shu narsalar orqali 6 oy, 12 oy halollansa ham muddat to'lov xaridasizlar bo'ladi. 3,5 million so'mni uzun nasiyadan, 3,5 million so'mni alif nasiyadan, 3,5 million so'mni paymi nasiyadan 12 oyga chiqarib berasan. Agarda shularda limitingiz bo'lsa, agarda limitingiz bo'lmasa, Nodirbek yana kelarsa, pasport plastiklaringiz bilan limit olib beradilar. Mutlaqo halol nasiya, bu narsadan ko'p odam nada bo'ladi, foiz millatda halol emas deb o'ylaydi, lekin Nodirbek halol nasiya aytib beraman deb turibdi. Bu sertifikati bor halollik, to'g'rimi? Xudo xolasa kelaversa, to'g'ri 3,5 million so'm biz arzonni ko'rsatdik, lekin 12'lik konditsionerlaring o'zi necha so'mdan davom etadi? 7 million 8 million davom etadi. Nima uchun farqini uni? Bir minut tushuntirib ber, shuni tushuntirib ber, hamma tushunarli bo'lsin. Bo'ldi. Firmasi, misol Xayr brendda nemis firma bo'ladi, eng oxirgi model 7 million 800 ming so'm bo'lib turibdi. Qimmatroq 12'liki. Даже davom etaveradi. Undan tashqari Immeniki bor, keyin Sevidish bor, Xayr bor, Artel bor, hamma brenddan bor. Endi narx-navosi brendga qarab 4, 5, 6, 7 million odam bor. Albatta bu mashinning bo'ladi. Obunachilarimiz motoriga qarab, gaziga qarab, sifatiga qarab, trubkasiga qarab, pultiga qarab, razmeriga qarab, hammaga qarab narxi o'zgaradi. To'g'rimi Nodirbek? Narxini solishtirib keladilar. Hammadan arzon aytib berasan, bermasang ham berasan, bersang ham berasan. Xolodilniklarni bir sketga tushirali. Kalit so'zning 5-chisini xolodilniklar bo'limida aytamiz. Obunachilarimiz videomizni ko'rib turasiz, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va kalit so'zlarimizni topib yozib qoldiring. Xudo xolasa qimmatbaho sovg'alarni prosta video ko'rish orqali va bizning Ilhom Uz kanaliga obuna bo'lib ham sovg'alarni yutib olsangizlar bo'ladi. Assortimentga qaranglar. Вообще bomba assortimentda eng arzon baholarda gashtirib beraman dedilar. Chiroyli xolodilniklar yo'qmi? Keng assortimentda bizda bor. Bo'lsa dismi, dongdiradi, o'rnat defrost modellarini hammasidan topiladi. LG, Samsung, Bessel. Hamma brenddan bor. Qara uka, Inomjonga yarib tashladim buni. Hali bo'lmagan narsani aytib berdi. Ushvonlar xolodilnik borku, 12 oyga 5% beraman dedi. Beraman dedi. Shuni aytib bilasanmi sen? Qilib beraman. Obunachilarimiz 12 oyga 5%, ya'ni toza ro'zg'orlar uchun xolodilnikka olsa qiynalib yurgan bo'lsangiz, qiynalmaysiz. Nodirbek yana kelasiz, Urganchda adresini tushuntirib o'tdim. 12 oyga 5% degan narsa hali O'zbekistonda yo'q narsa.
Bo'lishi mumkin. Bahosini mindirib 12 ga bo'lib o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin mindirilmagan, aniqmi? Albatta. Xudo xolasa Nodirbek, nechta assortimenti bor va no frost, defrostni qisqacha tushuntirib ber. Nofron sistemada ishlaydigan umuman suv boylanmaydi. Qo'ygan narsangiz даже 1 yil qo'ysangiz ham shu narsa sevici o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Defrostda dong buz bilan yanglab sotib beradi. Shuning sistemada ishlaydi. Xohlagan brenddan bor, xohlagan assortimentdan bor. İçine bir tushuntirib ber, sababi ko'p buni ochilamiz. Defrost va no frost farqini bilmaydi. No frost degani aytishi bo'yicha beyda qo'ygan go'shingiz zarang yo'q to'ngadi. Lekin buz boylab sasib suv oqib qolmaydi deydi. Xolodilnikda turgan narsangiz shu turishunda turadi. To'g'rimi Nodirbek? Shu turishunda suydoshdan chala vaqt saqlab beradi. 3 yil saqlab qo'yibdilar. O suydoshda 3 kun saqlaymi? Garantiyasi bormi bu narsani? Motorni o'yning servisini 3 yil. Satilgan kundan boshlab 10 yil davomida zavodga defekt bo'lsa, almashab beradi. Shunday. 10 yil garantiya. Buni ochilamiz 10 yil. Вообще необычный narsa bu. Inok necha ekan bu? Xudo xolasa assortiment ko'p. Budjetli modellaring ichasa o'zi xaladan normalisi budjetnisi 1-2,5 million so'm bormi? 2 million 800, 2 million 600, 2,5 berdim. Bormi 2,5 mi? 2,5 million so'mdan bormi axir? Beramiz, ava. 2,5 million so'mdan bor deydi obunachilarimiz. Maloshi svetlar ham neобычный narsa ekan. Boshqacha assortimentlar bormi? LG'lar bormi? Qaysinisilar gapdi obunachilarimiz neобычный narsa. Necha ekan magnanglar? No frost mi Nodirbek bularni? Sistemada ishlaydi. Eng oxirgi modellar. LG'lar ham gösterib ber LG'larni. 2 milyon 550 ming so'm deymi? LG'ni 2 milyon 583 ming so'm, 1 milyon 916 ming so'm, 2 milyon 166 ming so'm. Nodirbek tozam bular? Nima narsa bular? Bular skitchada bahada turibdi. Bizda faol narsalar shuncha, ya'ni o'zini pulini 6 oy bo'lib bersalar bo'ladi. Shu puldan eldan 1 so'm pul bermaydilar. Hammani solishtirib eng arzon bahoda bizda xarid qilsalar bo'ladi. LG nima? Albatta LG. Obunachilarimiz LG xalodan kelaman desangiz, Nodirbekda assortimenti gapti. Вообще shikanli narsa ku-bay. Bahosi 2 milyon 166 ming so'mdan 6 oy halol nasiya chiqadi. 0% dan obunachilarimiz shu uchun halol nasiyada turibdi. Halol nasiya degani eldan to'lamaysiz, ustidan 1 so'm pul bo'lmaydi va bo'lib to'lasangiz bo'ladi, to'g'rimi? Kecha qoldirsalar 1 kun, 2 kun, 10 kun, 5 kun necha bo'ladi? Foiz minami? Minmaydi, ha? To'lab yursalar bo'ldi. Vaqtida to'lasangizlar bo'ldi. Agarda mavsumiy ishchi yo chet elda ishlaydigan bo'lsangiz, siz ham olib bilasiz, pasport plastikingiz bo'lsa, pasportingiz bo'lsa ham 3 oyda o'g'lab beraman deb turibdi. Lekin vaqtida to'lab o'tishingiz kerak. Sababi yerda chiqdida muammo bo'lishi mumkin. 5-10 kun bo'lsa zarar yo'q. To'g'rimi? Bundan viruslar, pozisiyalar bor ekan. Bular ham halol narsa, muddat to'lab berasan. Bilgani pasport plastik bilan o'zini pulini 6 oy bo'lib to'lasan ham bo'ladi. Xolos 12 oy ham chiqarib beramiz. Yesalar batafsil men uni qilaman. Ustidan altashasan. Ustidan savdolashib eng arzon bahoda beraman deb turibdi. Naqdasalar ham, plastik asalana. Причисление. Pretsisiya bo'lib beramiz. Halol narsa. Halol narsa ham shu puldan qilamiz. 36 oydan kredit. Alif nasiya, uzum nasiya, paymi nasiya, rassrochka. Hammasini narxi o'zgarmagan holda qilib berasan. Sababi ko'p yerda narx o'zgaradi, Nodirbek. Bu ko'rib o'tmiz, ko'p yerda bundan senga bunda, bundan senga bunga buni. Bizda uni o'sroq kuring yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Skuterlaring ham bormi? Skuterlardan motorlar bu yeshil emas, motorlar bularning o'zini pulini 6 oy, 3 oy bo'lib beraylar beramiz. Undan tashqari 20 dan 20 kundan ziyod zo'rdan kelyapti. Ha, keltir, ha. Xudo xolasa skuterchilar, obunachilar, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa skuterni patlataman deb turibdi Nodirbek. Albatta. Endi bir marotalik xalodan ko'rsatasiz va kalit so'zni 5-chisini olasiz. Bizlar bilan bo'ling, like bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring. Kommentariyada kalit so'zni qoldiring. Obunachilarimiz kalit so'z, to'g'rimi? Moroziniklarni vitrinalarni ko'rsatadi. Sababi bizani do'konchilar ham ko'radi, Nodirbek. Moroziniklarning assortimenti narxlari necha so'm? Birlashtirilishi o'rtachasi qimmati. 3 milliondan boshlab 3,5, 4 million, 5 million davom etaveradi. Modeliga qarab-da. Litriga qarab, modelga qarab, vitrinalarimiz, morozinikarimizning assortimenti bor. Garantiyasi bormi, Nodirbek? 3 yil bo'ladi, motorning 10 yil garantiyasi bor. Aha, do'konchilar bilasan, pulni yaxshi ko'radi, pulni oborotda diqadi va ulu morozinikni muddati to'lab 5% olishga qiziqadi. Berasanmi? Beraman. 5%. O'zini pulini faqat pasport bilan bo'lib to'lasalar bo'ladi. Obunachilarimiz pasportni o'zini 5% deb tursa, Nodirbek. Katta morozinik kerak bo'lsa, do'kona, qassoblar bo'lsa, videomizni yorib qo'yinglar, do'konchilar bo'lsa, shuning moroziniklarni 5% 6 oyga bo'lib beraman deb turibdi. Assortimenti ko'p, eshiklari bor ekan, bu yerda xinkcha. U xink. Bu narsani 20 yil, 30 yil oldi bozorda ko'rsangizlar bo'ladi. Bo'sh narsa. Bu narsani lekin hech qaysi do'konda ko'rmayman. Nodirbekda bor ekan. Yelaversa 700 1 tonnaligi bormi Nodirbek? 1 tonnalik. 1 tonnalada morozinik bor ekan. Veterinalar ancha so'm, o'rtacha bahasi. O'rtacha 5 milliondan 5,5 million, 6 milliondan davom etadi. Bahasan, gashtirib berasan. Endi sana bir elchakcha yuring. Qara, O'zbekistonda yo'q bahada beraman deding videoning boshida. Shuning bahada berib bilasanmi? Hamma narsani. Hamma narsani skitchada bahada. Mujik ko'ringmi? Aytildi.
Videomuzni ko'rib kelasizlar obunachilarimiz. Kelas so'zning 5-chisini aytib ber Nodirbek. Birinchi so'zimiz Urganch bo'ldi, ikkinchi so'zimiz Ilhom, Texno, Market, 5-so'z Nodirbek. Nodirbek. Hisob Urganchda Nodirbek ana kelasizda hammadan arzon aytib beraman deb tutdi, ham plus podarkalarman deb tutdi, ham 5% halollansa deb tutdi. To'g'ri aytdimmi? Albatta, biz 100% to'g'ri, o'zini pulini bo'lib to'lasalar ham bo'ladi. Maraziklarimiz o'zi qiladigan bo'lsa, xohlagan bitoy texnikasi shunday masala bo'ladi. Obunachilarimiz bunday aksiyalarni Nodirbek Urganchda qo'yib berdi. Agarda sizda Urganch yakin bo'lsa, Nodirbek ana, Xiva yakin bo'lsa, Inomjon yana boraverasiz. Ekranda nomerlari bor. Jangga aytaverasiz. Kalit so'zlarni kommentariyada yozib qoldiring. Videomizni like bosib, qimmatbaho sovg'alarni yutib olsangiz bo'ladi. Agarda bir safar o'tmasangiz, balkim keyingi safar o'tadi. To'g'rimi Nodirbek? Keyingi safar bundan ham patlatib padaga qo'yib berasan, bundan ham zo'r aksiyalarni qilib berasan. Inomjonimiz yatoladi xudo xolasa keyingi. Yetdimi? Inomjonasi sizdan atvet kutamiz, xudo xolasa. Texnikaning eng zo'rlari albatta Ilhom Texnomarket do'konlarida.